Omad kelganda emas, ketganda sinaladi. Hammasi joyida bo'lib tursa, ishlaringiz zo'r bo'lib tursa, hamma do'stdek ko'rinaverishi mumkin. Do'st bo'lmaganlar ham o'zini do'stdek tutishi mumkin. Lekin tegirmonni charxpalagi teskari aylanib qolganda, sizga kelgan omadlar ketganda, boshingizga bir balo kelganda, bir tashvish kelganda, bir sinov kelganda, keyin boyagi g'alvirda bittasi qoladi, yo qolmaydi. Hammasi to'kilib ketadi. Ranjimaslik kerak. Shunday bo'lsa, kelajakda ranjimaslik kerak. Alhamdulillah deyish kerak. Alloh